Xayrli tong hammaga, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Biz xudo xolasa navbatdagi obyektimizga yetib keldik. Selxozda joylashgan, chiroyli, yangi qurilgan Fayzli xonadonga darvozalarni oldin o'rnatishgan. Uni biz qo'ymaganmiz, lekin chiroyli, juda chiroyli qo'yib berishgan ekan. Derazalarga reshotkalar qo'yamiz. Ichkarida podvolga tushishga va birinchi, ikkinchi etaj zinalarga chiroyli qilib reshotkalarni joylashtirib beramiz. Juda chiroyli uchastka qilganlar. Aka mana shu holatda zakaz berishgan. Podvalga yon tomon perilasi, bu tashqi tomon ko'chaga derazaga reshotka, izinalarga, yuqori balkonga hammasiga joy-joy chiroyli o'rnatib beramiz. Kuzatib turinglar. Ishli qiroqliq kunlar, noqulay ob-havo bo'lishiga qaramasdan, xudo xolasa zakazlarimiz vaqt soati bilan egalariga topshirib kelmoqdamiz. Bu joyini mana hozir chiroyli qilib to'sib, ustini yonga ochiladigan qilib chiroyli navescha qilib beramiz. Podvalga suv tushib ketmasligi uchun. Darvozachimiz bilan Любой temir ishlar sifatli tezkor ishonchli bitadi. Shu bilan Toshkentda bugun oxirgi kunimiz. Bektemirga bitta darvozamiz bor, shtampovka pechat darvoza. U kishiga ham oldin darvoza qilib berganmiz, qo'shnilarga ham qilib berganmiz. Bizda cheres zakazlar juda ham ko'p chiqadi. Mana shu joyda katta o'zgarish bo'ladi. Birinchidan xavfsizlik, ikkinchidan uyi ko'rkiga yana ham ko'rk bag'ishlab turadi biz qiladigan ishlar. Bolalar, kuch-quvvat bersin hammanglarga. Reshotkani qaranglar, go'zalligini high-tech variantda uyga общий gabaritiga mos keladigan narsa qilganmiz. Kuzatib turinglar. Bu ko'cha tomon derazaga ham o'ta chiroyli tushadi. Qo'shimcha orqa tomondan dabavishni frutam tortib qo'yganmiz. Kattaligini hisobiga. Eniga 2.20, balandligi 2.30 atrofida bo'lsa kerak. Men bo'yimdan baland turibdi-da. Bu zinaga chiqish joyi xuddi shu joyga joylashadi. Podvalga tushish общий 4.40. Biz buni 3.40 ga yasaganmiz. 1 metr bu yoqda xod qoladi tushib chiqishga. Xudo xolasa joyiga tushdi. Zina tushish joyigacha tugadi, Karimboy. Yaxshi. Bundan ozgina qochirib qo'yarasiz, chunki tosh bo'lganda buni ham hisobini olingan-da. Yoki tosh yopishtiriladi, granit yoki marmar tosh, shuni hisobini olganmiz. 2024, 23, даже 25 da ham bu urfda bo'ladi menimcha, high-tech variantda hammaga birdek yoqayotgan. Hozir pastda bitta zinamizga, yuqorida 3 tomon balkonga qo'yamiz buni. Qaranglar, tilla ranglar bilan cho'tki ishlov berilgan. Har bitta choklarga ideal holatda ishlov berilgan. Petlalarni ham atayin 3 ta, o'rtasiga ham qo'yib qo'ydik 2 ta kattaligi uchun. Ehtiyot bo'lib qo'yamiz. Mana pastki tomoniga zaklatni ularni mo'shli qilib, armaturalarni qoqib tayyorlab oldik. Har bitta stoykani asfaltga tashlaymiz. Ehtiyot bo'l, joyiga qo'yinglar. Tagida yubka bor, buni yopish uchun mana har bittasiga qo'yib ketamiz. Totang. Yubka pastdagi zaklatni yopib boradi. Podvalga tushishi mana ustki qismini yopayapmiz. Uje Lexanimiz ham o'z dastavka etdik, kelib qolishdi. Xudo xolasa mana shu holatda yopiladi. Umuman suv tushmaydi, yuqoridan tushayotgan suvlar podvalga tushmaydi. Bu qismini yonga suramiz va yana ochib yopsa bo'ladigan qilib qo'yamiz. Bu pastga tushishga xod bo'ladi. Boshga tegmaydi hech qanaqa, odam bo'yidan balandroq bo'ladi. Qisqasi hamma tomon o'ylagan holatda mana o'zim bo'yimdan balandroq holatda qoldirdik. Ancha qorong'iga qolib ketar ekanmiz, qarasam, tugatuvchi kadr qilib qo'y dedim, oz bo'lsa ham. Mana podvalga tushishni yopdik, ustini mo'shli qilib, oz leksalarni qotirdik. Bu tomondan mana bunday suriladi. Tushib yana yopib qo'yiladi. O'ta chiroyli bo'ldi. Hozir mana balkonga xudo xolasa ishni boshladik. Ehtiyot bo'linglar, baland ekan bolalar. Mana xudo xolasa ishlarimizni topshirdik, egalariga buyursin, yaxshilikka xizmat qilsa. Hammasi cho'tki bo'ldi. Hozirgina bu joyda chiroyli mehmon bo'lib, duolarni olib chiqdik. Chiroyli. Yuqori endi ko'rinmas ekan. Aybga buyurmaysizlar, balkon mana sargina ko'rinyapti. Imkon qadar olib beryapman. Tek variantdagi reshotkamiz ham eniga 2 metr, balandligi 2.20. Juda chiroyli bo'ldi. Mana qo'shnilar uylariga mos holatda qilib berdik. Xudo xolasa biz keyingi obyektga qarab yo'l oldik. Erta indin Toshkentda ustanovkalarni yakunlaymiz. Buyursin, yaxshilikka xizmat qilsin. Darvozachi o'z
O'zbekiston bo'ylab sifatli, tezkor, ishonchli xizmat ko'rsatishda davom etamiz. Любой metall ishlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar.